Xotiningizning ko'zini to'rt qilmay, ishdan o'z vaqtida qayting. Erkaklar turmushning dastlabki oylari va yillarida kechqurun erta kelishsa-da, keyinchalik xuddi uyat bo'ladigandek kech qayta boshlaydilar. Ishdan so'ng bir do'sti bilan yoki biror qahvaxonada vaqt o'tkazishni erkaklikning bir belgisi sifatida ko'ra boshlaydi. Holbuki uyda xotini va farzandlari bilan suhbatlashib, ularning muammolarini bilib olish mumkin bo'lgan vaqt kechki ovqat mahali va undan keyingi soatlardir. Ertalab vaqtli ishga otlangan, kechqurun yotish paytida uyga qaytgan erkak oilasi va farzandlari bilan qachon shug'ullanadi? Ayniqsa ma'lum bir yoshga kelgan, maktabga boradigan farzandlari bo'lsa, ularning bir qancha muammolari paydo bo'ladi. Ba'zi bolalar ularni aytsa-da, ba'zilaridan so'rab olishga to'g'ri keladi. Bu holga e'tibor berilmasa, barchasi yig'ilib chigal vaziyat yuzaga keladi. Qolaversa, xotin kishi erining qachon ishdan qaytishini bilmasa, bu ham bir muammo bo'ladi. Eri uchun mehr bilan tayyorlangan ovqatini kayfiyati buzilgan holda yolg'iz o'zi yeyishga to'g'ri kelishi mumkin. Keyinroq erining yo'lini poylab, deraza yonida vaqtini o'tkazadi. Erkak kishining bu azobni berishga haqqi yo'q. Agar vaqtida bormasa, hech bo'lmasa boradigan vaqtini aytib qo'yishi lozim. Musulmon erning ayoli va oilasi oldidagi vazifalari audio kitobi. Bu audio kitobni Telegramdagi ibratli vaqt bot orqali audio kitob hamjamiyatiga obuna bo'lib eshitishingiz mumkin.